Uf, charchadim deganlarga mana shunaqa muzdek pepsidan ichirsanglar, kayfiyatlari chog' bo'ladi. Albatta, buni yana o'rnini bosuvchi ham bor. Muzdek kompotlarimiz ham bor. Albatta, kompotdan ham olishni unutmanglar. Lekin pepsini hamma ham yaxshi ko'radi, bilaman, lekin bizning kompotimiz tabiiy narsa, tabiiy mahsulot. Mazza qilib ichasizlar kompotimizni va sog'lig'ingizga yaxshi va albatta chanqog'ingizni bosadi. Pepsidan ham xarid qiling. Albatta, Pepsini o'zimizda chiqarilayotgan mahsulotidan xarid qiling. Chunki bizning o'zimizda chiqarilayotgan mahsulotlar juda ham mazali bo'ladi. Mana ko'ryapsizmi, qanday chiroyliligini. Taqillab, tomog'ini taqillatadi, endi ko'ryapsizmi? Buni ko'rib turib ichmasdan iloji yo'q-da, ko'ryapsizmi? Tomog'i taqillatadi, muzlarini qarang. Ana shu muzlari bilan mazza qilib ichsangda mana, ko'ryapsizmi mana? Pepsini tomog'ini taqillatadi, ko'ryapsizmi? Buni ko'rgandan keyin ichmasdan iloji yo'q-da. Mazza qilib ichish kerak. Lekin oilaviy kompotdan albatta ichish kerak. Demak, meni tadbirlarimdan qolib ketmaysiz degan umiddaman. Albatta, meni tadbirlarimda ham ishtirok etasiz degan umiddaman. Hozircha esa xayr. Sizlarga yoqimli ishtaha va sizlarga albatta kompotlarimdan olishni tavsiya qilaman. Hozircha esa xayr.